Milyonlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni atalmış qayta tarbiyalash markazi nomida Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamab qo'ygan Xitoy Tayvanliklarni qayta tarbiyalaydiganligini e'lon qildi. Fransiyadagi bir televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan Xitoyning Parijda turishlik bosh elchisi Fransiyadagi bir televizor kanalining ziyoratini qabul qilgan Xitoyning Parijda turishlik bosh elchisi Liu Xiaoyi Tayvanga qarshi harbiy harakat elib berish mumkinligi borligini o'tirg'a qo'ydi. Tayvan xalqining mingisining yo'yilganligini o'tirg'a qo'ygan Liu mundaq dedi. Birlikka kelgandan keyin biz ularni qayta tarbiyalaymiz. Ishonamanki, u vaqtda Tayvan aholilari yana birlashishni qo'llaydi. Tayvanliklar yana vatanparvar bo'ladi. Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani doirasi ichida oqqon Xitoylarni ko'chirishni davom qilish bilan birga Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan yurtlardan Xitoyga surgun qilgan. Xitoy bu qitim atalmış G'arbiy rayon fidoyilari nomida Sharq Turkiston va Tibetga 2022-yili yangidan qabul qilingan 36700 nafar o'qish bitirgan Xitoyni Sharq Turkiston bilan Tibetga yo'lga solgan. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Singapur, Malayziya, Tayvan va Koreyani ziyorat qilgandan keyin Osiyo ziyoratining oxirgi bekiti Yaponiyada bosh ministr Kishida bilan ko'rishdi. Pelosi va Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligi uchun tirishishga qo'shiladiganligini e'lon qildi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning Sochidagi uchrashishdan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotida Suriyadagi barliq terrorlik tashkilotlarga qarshi turishda ittifoqlik va moslashib harakat qilish irodasi isbotlandi deyildi. Erdoğan bilan Putin Türkiye Rossiya yuqori darajali hamkorlik kengashining kelar qitimliq yig'inining Turkiyada o'tkaziladiganligini e'lon qildi. O'zbekiston va Tojikiston qurolli qismlarining harbiy sheriklik munosabati 2022 nomli birlashma harbiy manevri O'zbekistonning Afg'oniston chegarasidagi Termiz rayonida boshlandi. O'zbekistonning g'arbiy janubiy harbiy qismining qo'mondoni Zaynobiddin Eminov va Tojikiston bosh shtabining muavin boshlig'i Sharaf Egamzodimi qurolli guruhlarning singib kirishiga qarshi turishidagi hamkorlik temasi bo'lgan manevrning ochilish murosimiga qatnashdi. İsrailiyaning Gazza rayonida elib borgan hujumlarda bir balani o'z ichiga olgan 10 odam qazo qildi. 55 odam yaralandi. Falastin Səhiyyə Ministerligi e'lon qilgan bayonotida İsrailiyaning hujumlarida 5 yoshli bola va 23 yoshli ayolni o'z ichiga olgan jami 10 kishining qazo qilganligi va 55 fuqaroning yaralanganligi e'lon qilindi. Şahitlarning so'ziga qaraganda İsrailiya urush aeroplanlari tunugun tushdan keyin G'azza rayonining o'xshamagan nuqtalarga hujum qilgan.